Azizlar, dastavkalarimizni aytib o'taman. Qashqadaryoda hamma joyiga, Qashqadaryo, Toshkentning hamma joyiga, bag'i voha ketdi Xorazmda Urganchigacha dastavkalarimiz, eng qizig'ini aytaymi, dastavkalarimiz bizda mutlaq arzon. Qadrdonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 5-may sanasi 2025-yil. Mana teplisalarimiz ancha yengillab qoldi. Xudo xolasa ko'chatlarimizni o'z manzillari tomonga qarab jo'natishda biz davom etyapmiz. Xudo xolasa bugun eslaringda bo'lsa, Nexia 2 da akamiz olib ketgan edilar. 300 tadan oshiqroq. Bugun hozir joylarini kamiga yana salkam 200 tacha ko'chatni hozir tayyorlab beryapmiz. Akam ishlari ko'pligi uchun vaqtlar bo'lmay qoldi. Shuning uchun o'zimiz vodiydaligi uchun, ko'proqligi uchun dastavkalarni qilib beryapmiz azizlar. Hozir ko'chatlar holatini sizlarga ko'rsataman. Xo'p, mana ko'chatlarimizni sonini yozib qo'yganmiz. Bular avatar. Asosan bizda avatar bilan karnaval bor hozir sotuvda. Mana ko'chatlar qaranglar. Tilloga teng yo'q ko'chatlar mana. Ko'chatlarimiz holati o'ta zo'r. Avji yaxshi. Xo'p, bu tarafda mana teplisamiz qaranglar, ancha yengillab qoldi. Ko'chatlarimiz garantiyaliligi uchun Xudo xolasa xaridorlarimiz o'zlari ko'p kelib olib ketishyapti. Mana avatar 17 ta qolgan, jicha maytda bor. Bu tarafda sal kichikroqlar bor. Ular bir hafta 10 kunda yana Xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana akamizga manikur fingurimiz tugagan edi, jicha olib qo'ygan edi. Mana akamga beryapman. Sal kichikroq, bular 5-6 kun tursa yana mana shular bilan bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, bular karnaval azizlar. Karnavallarimiz ham hozir mana bu tarafda bir 200 ta atrofida shunaqa bor. Oq damiski bor, qora damiski bor. Manikur fingur tugadi, mers tugadi. Ketmon sopamiz ham pashti tugadi, ozgina qoldi. Asosan bizda azizlar garantiyali, ishonchli avatar uzun ko'chatlarimiz bor. Xudo xolasa bularga ham vitaminlarni berib, bir hafta 10 kunda zo'r holatga keltiramiz. Allohning izni bilan. Xo'p, mana bu tarafda Lamborghinilarimiz bor. Bular ozgina kichikroq, bular ham Xudo xolasa katta bo'lgani klientlar kelyapti-da, olib ketib qolyapti. Bularda ham avji yaxshi. Mana avji yaxshi. Mana bu tarafda Vilur bor. Mana bu tarafdagilarimiz tugadi, ko'chatlarimiz. Xo'p, azizlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laninglar. Ko'chatlarimiz Xudo xolasa, eng muhimini aytaymi, eng muhim bizda ishonchli, garantiyali sortlari. Hozir akamizni ko'chatlarni olib borib, topshirib kelaman Xudo xolasa, o'zim Damazimda. Mana ko'chatlarimiz ancha yengillab qoldi. Qiziqqanlarga aytmoqchi, Pavlona ko'chati ham bor, tashqarida. Agoratimiz ichida. Mana bu taraflar Ponni, Pavlona. Naryoqda. Azizlar, sizlar uchun bir chiroyli video obzorim bor. Xudo xolasa tez kunlarda chiqadi, bu ham vaqtim bo'lmayapti. To'g'risi ishlar juda ko'pligi uchun klientlarimizga ko'chat to'g'irlab beryapmiz. Vaqtimiz bo'lmayotganligi uchun bitta zo'r foydali, ko'pchilikda shu holat bo'lyapti. Shuni yechimini Xudo xolasa juda chiroyli video qilib chiqarib, bir qalamcha ikkishni tushuntirganim-u, juda ko'pchilik minnatdor bo'lib rahmat aytishdi. Kommentariyalarga ham zo'r fikrlarni yozib, o'zlarini juda xursand bo'ldim, to'g'risi. Chunki hali mehnat qilgandan keyin nima desam bo'ladi? Uni qadriga yetsa odam, hali mehnat qilgan odam ham nima desam, motivatsiya bo'ladi qandaydir. Shuning uchun Xudo xolasa podishkada bo'lib turasizlar. Bittadan layklarni bosib, kimda kim uzumga qiziq turgan bo'lsa, mana shu videoni tashinglar, ko'rsin. Ko'chatlar chiroylisidan qilib beraylik. Azizlar, dastavkalarimizni aytib o'taman. Qashqadaryoda hamma joyiga, Qashqadaryo, Toshkentning hamma joyiga, bag'i voha ketdi Xorazmda Urganchigacha dastavkalarimiz, eng qizig'ini aytaymi, dastavkalarimiz bizda mutlaq arzon. Shopir yo'l kiralari ham mutlaq arzon. Chunki olgan klientlarimizga ham nagruzka bo'lmasligi uchun dastavkalarda ham arzonroq qilib, imkon qadar shopirlarga iltimos qilib, arzonroq olib bortirib berishlarini so'rayapmiz. Xudo xolasa shunaqa gaplar. Salomat bo'linglar. Kimda kim misol mana shu o'zimizni vodiydan bo'ladigan bo'lsa, kelib o'zlarining ko'chatlarini ko'rib xarid qilib ketishlaring mumkin. Ko'chatlarimiz avji zo'r, Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.